Bulay aytadi. 4 turdagi adamlar var. Allah subhanahu wa ta'ala hech qachon jannatga kirgizmaydi dedi. 4 turdagi adamlar var dedi. Onlarda Allah subhanahu hech qachon jannatga kirgizmaydi dedi. So'ning eng birinchisi mas qiluvchi ishimlikda ishetindir. Biroq men Xudo kutaman deb iymondan ayrilib qolayotgan qancha bavurlarimiz bor. Ikkinchisi meni o'sim jegendir. O'sim jegendir de, o'sim jegizgendir de. Ağaylar buna o'sim to'g'risida ko'p aytib o'tirmiz. Sebebi hozirgi bizning vaqtimizda bu o'sim jemagan yer qolmay жатыр. Ayni sebebi qo'ybay mening menancha kreditim bor deb kredit de olsa prosentga kiradi bilib qo'yingizlar. Mening kreditim bor degingizda tamog'ni to'g'risi turib qoladi u. Onu bilib jeganda, bilmay jeganda gunohkor bo'ladi. Üçüncü adam bu aksı bolmay жатып, shetimning malın jegendir. Bu ko'proq baylarga tegishli narsa. Baylar o'zlarining malidan zekatini bermayotganlar. Zekatini bermayotgan baylar bular jetimning aqsini jevadir. Bu jesirning aqsini jevadir. Bu musafirning aqsini jevadir. Bularga Allah subhanahu wa ta'ala ant bermadir. Bularni jannatga kirgizmaydi. 4-chi ata-anasına qarşı bolğanlar.